endometriyaning yuqoriligiga ikkita yo'lni aytaman. Birinchi sal slabiyroq, ya'ni kuchsizroq, ikkinchisi вообще kuchlisi. Slabroq usuli 50 gram kunjut yog'ini olasiz. Kunjut yog'ini olasiz. Kunjutni emas, xohlagan joyingizdan toping. Topdingiz, 50 gramiga kunjut yog'iga zafaron bor-ku, shafran deydi rus tilida. 15-20 tolasini ezasizda, qo'lingiz bilan tozasini toping. Ezib soldingiz yog'ning ichiga 2 kun qo'yib qo'ysangiz, iliqroq joyga. 2 kun qo'yib qo'ysangiz rangi chiqadi. Tezroq tayyorlayman desangiz, qaynoq suvni ichiga, mana yog'ni soldingiz, tushundingizmi? Yog'ni soldingiz, zafaronni soldingiz, qaynoq suvni ichiga 1,5 soat, 1 soat tursa, qaynamasin. Qaynamasin, issiq suvga solib qo'ying. Tushundingizmi? Tayyor bo'ladi. 2 kun kuting, ichiga olib. Tushundingizmi? Undan keyin tampon qilasiz. Qovog'ingizni ustiga surtasiz, ya'ni matkangizni ustiga surtasiz va tampon qilasiz. 2-3 soatga ko'p emas. Ikkinchi usuli kuchlirog'i. Helba olasiz. Helba. Bozor to'lib yotdi. 15 mingga bir dunyo bo'ladi. 1 choy qoshiq. Undan keyin bo'ymadaron, tisichilisting bo'ladi. Ezasida 1 choy qoshiq yoki 1 osh qoshiq oldingiz. Helba, tisichilisting, bo'ymadaron deydi. Undan keyin ana unga qo'shasiz. Kunjut yog'iga qo'shasiz. 50 gramiga. Tushundingizmi? Qo'shdingiz. 1 soat yoki yarim soat. 1 soat qiling, suvli hammomda qaynatasiz. Tushundingizmi? Bu yerga suv qaynab turibdi, bu yerga idishni qo'ydingiz, mana yog' qiziydi, uni ichidagi yog'lar chiqadi. Tushundingizmi? Tayyor bo'ldi. Issiq-ku yog' issiqqina turibdi. O'sha payt 15-20 dona zafaronni qo'shasiz. Tushundingizmi? Ana uni tolasini qo'shdingiz. Aralashtirdingiz. 2 kun turdi. Ana o'shani tampon qiling. Tushundingizmi? 14 kun, 21 kun qiling. Qovog'ingiz ustiga surting, tampon qiling. Matkangiz rahmat deydi sizga. Xo'pding. Tushundingizmi? Keyin erkak urg'uni tortib oladi вообще. Homilador bo'lib qolasiz. Qon aylanishini вообще zo'r qiladi. Hayz ketiradi. Tushundingizmi? Ya'ni isitadi. Tandirda qizitganday qizitadi bu ana tamponlar. Tushundingizmi? Davay, tez turing. Aytganini qiling. Keyin aytasiz nima bo'lgan.